Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar, sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana Xudo xolasa bugun 12-mart 2026-yil men yana ko'rsataman degan bodomlarim. Yosh katta bodomlar ekkanmiz, biz kuzatib turganlar biladi. Abdulla Hoji Begimiz kanali bu. Mana yosh katta edi mana. Mana shu yerda 12 ta yong'og'imiz bo'lardi, yong'oqlar olib tashladik. Tongtayni mana shuga 20 tadan 19 tasini ko'rsatirdim. Mana sharbat quvvatini qaranglar mana. Buni ko'ryapsizlarmi? Noda o'zi 50 cm chiqadi xolos mana. Yangi noda shu. O'tkayli ekkanmiz. Biz kuzatib turganlar biladi. Endi ma'lumot o'rnida aytamanki, mana buni bodomni men bitta begimimiz bor edi. Mana hozir uzum ekib qo'ydim bega. Uzum tiqib qo'ydim endi qancha qana bo'lsa ham. Mana shu qo'shimcha begimiz ichganda mana 3 baravar kuchli o'syapti mana shu. Gullab bu gulni tashlayapti. Kecha mana sovuq bo'ldi. Tashlayapti shekilli mana ko'ryapsiz, mana gulni. Ha, gullar tashlayapti. Sovuq ta'sir qildi mana mo'jalla. Mana 3 baravar kuchli o'sgan bu. Mana shu yerda begimiz bor edi. Shuni elga xalqqa ko'rsataman dedim, mana ko'rsatyapman, xudo xolasa. Sharbat quvvatini ko'ringlar. Qo'shimcha begimiz ichganda, begimizga suv berganimda chivarchangga. Qo'shimcha ichgan o'shaning uchun bu kuchliroq o'sdi. Qolgan hech qaysisi buni o'sga yo'q. Mana gulni qaranglar bunda. Mana 40-50 cm xolos nodasi, 60 cm da. Bu 1,5 metr. Bunda gul kamera mana sizlarga maqti deganim mana, qarang. Hamda g'uncha gullarni qaranglar mana. G'uncha gulni qaranglar mana. Bittasi vohilib, bittasi kechroq ochilyapti. Bular endi o'zi bitta ko'cha taqamiz mana. Mana sizlarga ko'rsatib qo'yaman mana. 30 cm ga borib bo'lmaydi mana. Qo'lni ko'rsatib qo'yay mana. 25 cm qarshimi 25 bo'lsa bu 30 cm yosh kerak bodam. Nimaga bunaqa deyapman? Masalan, bu bodomni o'zida ko'kartirishda o'zi bo'lmaydi. Shuncharoq bo'lib, men ikkinchi yilga sразу mevaga harakat qilyapti. Xolasa 30% olib qolsa ham yomon bo'lmaydi. Men ma'lumotlarimni ko'rsataman mana 20 tadan 19 tasini ko'kartirdik. Hozir ham bitta maxfiy qonun bor. Mana bularda ham mevalar yaxshi hozircha-yu. Mana buni ko'rsataman hozir sizlarga. Mana bunda ham yaxshi. Sharbat quvvatda qisqasi, sharbat quvvati. Hamma narsaga foyda beryapti. Bitta yo to'g'ri o'ziga emas. Hamma narsaga yordam beryapti, hamma narsaga. Hamma mevaga xudo xolasa. Buni qaranglar, hali o'zi noda surilgan yo'q bu. 5-6 cm, 7 cm da jazir bo'lsa mana qarang. Gulni qaranglar bunda. Shuna bo'lishi mumkinmi? Kim ko'rgan shuna gulni? Bunda gulni qaranglar. Mana 19 tasini ko'kartirib oldik, xudo xolasa. Hammasini yosh kerak bu odam mana. Kesilgan, hammasi kesilgan. Ketman sopda narsalar ko'kartirib olganmiz. Sharbat quvvati bilan xudo xolasa. Nimaga foyda beradi deydi. Hamma narsaga foyda beryapti. Qanaqa o'simlik borki foyda beryapti. Shuni ko'kartirib olish mumkinmi? Shuni tushunsizlar ham bo'ldi. Abdulla Hoji Begimiz kanaliga o'zimni ko'rsatib qo'yay. Salomat bo'linglar. 12-aprel 2026-yil. Ma'lumot o'rniga. To'g'risi ham videolar tayyorlab turibmiz. Hammasini ko'rsatamiz. Xalqqa manfaatli bo'ladi xudo xolasa. Salomat bo'linglar og'aylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Meni ko'rsatib qo'yay mana. 30-40 cm da shuncha narsa turibdi. Hammasini yosh kerak ekan. Ketman sopdi. Ketman dastaday bodom topamiz. Nimaga yaxshi bodom deb berishuvdi? Iloji yo'q, bundan yaxshisini topolmadik. Boshini topolmadik. Ishonarli bo'lganicha oldik buni. Salomat bo'linglar og'aylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'liklaringizni qadriga yetinglar.